qilyapsiz? Rojdestvoni bayram qilgani Parijga ketyapmiz. Bir necha kunga. Bolalar bilan birga. Demak, Parijga deng? Ertalab uchamiz. Naqadar ajoyib. Meni afv etasiz, bolamni uxlatishim kerak. Keyin gaplashamiz. Avra bo'lmang, men eringiz bilan gaplashganman. Bemalol ketavering. Uyingiz mustahkam qo'llarda. 15 ta odamning ichida meni sharmisor qilding-ki. Nima yomonlik qildim? Qani, yuqoriga chiq. Shundoq ham yuqoridaman. Qani? Nima? 3-qavatga-yu? Bo'la qol dedim senga. U yer qo'rqinchli. Qo'rqma, hadamay oldinga fuller keladi. Nima? Men fuller bilan yotmayman. Bilasiz-ku, fuller hamma yoqni shalab boqiladi. Unaqa deyishga uyalmaysanmi? Nima, to'g'risida? Kech bo'ldi. Qani bor. Bu uyda hamma meni yomon ko'radi. Santa Clausdan boshqa oila so'rarsan. Yangi oila so'ra demoqchimisiz? Bekorlarni aytibsiz. Bo'lmasa nima istaysan o'zi? Qani aytchi menga? Sizlarni umuman ko'rmaslikni, bu oilada hech kimni ko'rmaslikni. Xato qilyapsan, Kevin. Ertalab bizni yo'qligimizni ko'rib yana labingni tishlab qolmaygin. Ovora bo'lasiz. Tishlab qolsang, bizga aytishni unutma. Sizlarni ochiq ko'rmayman degan umiddaman. Qaniydi ular yo'q bo'lib qolishsa.